Assalomu alaykum, sizlar bilan Sardor. Bugun sizlar bilan Zoom'ni qanday ishlatishni professional darajada o'rganishga harakat qilamiz. Xo'p, bugungi kunda Zoom'ga ehtiyoj juda ko'payib bormoqda. Zoom'ni potensial daromad ham ancha oshib bordi. Endi mana shu Zoom'ni darslik davomida qanday ishlatilishi haqida yaqindan tanishtirib o'taman. Xo'p, birinchi biz mana bu yerda zoom.us veb-saytiga kirsak, bizga registratsiya qilish imkonini beradi. Biz programmasini tortib olgan taqdirimizda ham to'g'ridan-to'g'ri programmadan registratsiya qilish imkoni yo'q. Faqat bu yerda sign in deb qo'ygan login, ya'ni registratsiya qilingan akkauntga kirish imkoniyati bor. Xo'p, endi buning uchun mana bu yerdan sign up dan tugmasini bosib registratsiya qilamiz. Xo'p, bu yog'i registratsiya, oddiy registratsiya, o'zingizni tug'ilgan yilingizni, oyingizni hammasini kiritasiz. Continue tugmasini bosganingizdan keyin xo'p, email adres keladi. Email adresni kiritasiz, undan keyin siz email adresingizga confirmation message boradi. Ya'ni siz email adresingizni tasdiqlab qo'yishingiz kerak. Siz mana bu yerga qanaqa email kiritsangiz, ana shu emailga boradi. Brain Academy gmail.com. Xo'p, sign up qilaman. Endi bu yerda aytyapti we sent email to WebBrain Academy. Endi WebBrain Academy email adresiga kiradigan bo'lsam, Zoom'dan keldi. Mana bu yerda activate account bor. Mana shuni ezganingizdan keyin siz o'zi Zoom platformasiga olib boradi. Ya'ni mana shu yerda siz hop, login password qo'yishingiz mumkin ismingizni. Mana bu yerda ismingiz, o'zingiz ismingiz Sardor, name, to'g'ri, password, endi bu yog'i o'zingizni ixtiyoringiz. Hop, mana bu yerda katta va kichik harflar bo'lishi kerak deyapti. Men bitta katta harf ham kiritaman. Ya'ni katta harf, raqamlar ham bo'lishi kerak ekan. Bitta kichkina harf. Yana qaytadan parol beraman. Mana shu no holatda qoladi. Continue. Save. Xo'p, bu yerda yaqinlaringizga ham Zoom'ni tavsiya qiling deydigan. Men tavsiya qilmayman, skip qilib o'tib ketaman. Start meetinglar. Xo'p, mana bu onlayn orqali mitingni ishlatish. Endi siz registratsiya qildingiz, sizda login va parol bor. Mana shu yerga kelib, sign in tugmasini bosasiz va o'zingiz yozgan, men registratsiya qilgan email yozasiz. Endi bu yerga password. Sign in. Mana shu sizni panelingiz bo'ladi, ya'ni login qilib kirganingizdan keyin ko'rinadigan birinchi panel mana shu bo'ladi. Endi bu yerda mana bu home ga o'tamiz. Home'da mana bu tugmani bossangiz sizga to'g'ridan-to'g'ri konferensiya uyushtirish imkonini beradi. Agar siz mana bu bo'limda new meetingsdan start qiladigan bo'lsangiz, sizga meeting yaratib beradi. Hozirgi vaqtda ochmoqchi bo'lgan meetingingizni yaratib beradi. Endi bu meetingda siz mana bu yerda copy invitation turibdi. Mana shu copy invitationni ko'chirib, siz kimni tavsiya qilmoqchi bo'lsangiz, kimni konferensiyaga qo'shmoqchi bo'lsangiz, ana shunga yuborasiz. Misol uchun, men o'zimga hozir yuboraman. Mana bu meeting invitation letterni yubordim. Endi qachonki mana shu link ustiga bossam, men meetingga avtomatik tarzda qo'shilaman. Endi xo'p, bizda bu yerda mana bu yerda meeting ID bor. Boshda agar e'tibor bergan bo'lsangiz,
meeting IDga meetingga qo'shilish imkoniyati bor. Buni hozir ko'rsatib beraman. Bu esa qanday qilib konferensiya yaratish bo'ladi. Endi mana shu orqali siz konferensiyaga odam qo'shishingiz mumkin. Misol uchun, men o'zimning telefonimdan hozirgi meetingga qo'shilib, konferensiyada qanday kontrol qilishni ham ko'rsatib beraman. Mana bu yerdan, mana bu meeting panelimizni ochib olsak, mana bu yerdan so'raydi. Sardor sizni konferensiyangizga qo'shilmoqchi. Agar admit qiladigan bo'lsangiz, demak qo'shish, view degan bo'lsangiz, uni ko'rasiz. Ya'ni mana bu yerdan Sardor. Xohlasangiz remove qo'shmasligingiz mumkin, o'chirib yuborishingiz mumkin. Xohlasangiz qo'shishingiz mumkin. Men admit qilaman. Demak, mana Sardor qo'shilyapti hozir. Xo'p. Audioni connect qilyapti, bog'layapti. Aha, bo'ldi. Mana bu qo'shildi. Hozir bu telefonimdan Zoom'ga audioni ishlatishga ruxsat berilmagan ekan, endi yoqdim. Endi agar mana bu yerda siz mana bu yerda host deb ko'rsatib qo'ygan asosiy Sardori, ya'ni mana shu birinchidagi Sardor meetingni, konferensiyani boshlagan kishi hisoblanadi. Undan keyin konferensiyaga qo'shilgan kishilar mana bu. Endi bu yerda siz mana bu tugmani bosish orqali ovozingizni yoqishingiz yoki ovozingizni o'chirishingiz mumkin. Endi bu yerda start video. Agar mana bu videoni yoqsangiz, siz boshqa mana shu konferensiyadagi odamlarga ham ko'rinishingiz mumkin. Xo'p. Mana yoqda yuqorida ko'rib turibsizlar, men ko'rinyapman. Endi mana bu yerda kontrol bor. Mana shu qo'shilgan kishilarni siz kontrol qilishingiz mumkin. Ya'ni mana bu tugmani desangiz mute. Qo'shilgan konferensiyaga qo'shilgan odamlarni ovozini vaqtincha to'xtatib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni ular gapirsa ham sizga eshitilmaydi. Ya'ni misol uchun biz video dars o'tyapmiz. Mana shu darsda qolganlarni ovozlari xalaqit bermasligi uchun mana bu yerdan o'chirib qo'yishingiz mumkin. Yoki videosini ham o'chirib qo'yishingiz mumkin. Endi birinchi bu yerda chat bor ekan. Chatdan ko'radigan bo'lsak, bu yerda SMS yozishingiz mumkin. Ya'ni bu SMS hammaga boradi. Endi bu yerda yana bir more tugmasini bossak, start video. Bu tugmani bossangiz, mana shu Sardor siz yuborgan taklifni qabul qiladigan bo'lsa, Sardorda avtomatik tarzda video muloqot boshlanadi. Siz mana bu yerda ismini emas, Sardor videosini ko'rishingiz mumkin. Endi undan keyin make a host. Ba'zi bir holatlarda, misol uchun, hozir Sardor kompyuterining ekranini sizlarga bo'lisha olmaydi. Ya'ni ekranini share deydi, mana bu yerda share screen. Share screen qila olmaydi. Chunki qachonki u make host bo'lsa, ana shu holatda screenni share qilish mumkin. Yoki mana bu yerdan share screendan mana bu tugmani bossangiz, advanced share options bo'ladi. Mana shu optionda all participants desangiz, ya'ni hamma mana shu meeting konferensiyaga qo'shilgan kishilar kompyuterini ekranini share qilishi mumkin, bo'lishishi mumkin. Ya'ni hamma ko'radigan holatda ekranni boshqalarga ham chiqarishi mumkin. Xo'p. Buni tushunardik. Endi you can start sharing screen. Xo'p, mana bu participants ham yoqib qo'yasizlar. Bu xo'p. Bunisi qachonki boshqa kishi bir ekranini share qilayotganda, ko'rsatayotganda hammaga, qolgan boshqa kishi ham ekranini ko'rsatishi mumkin. Mana shu belgini, ya'ni mana shu xo'p, optionni belgilab qo'yadigan bo'lsangiz, demak sizda hamma birdaniga ekranini share qilish imkonini ham yaratib beradi. Demak, bunisi tushunarli. Mana bu tugmani bosish, xo'p, ekran share qilinishi to'xtaydi. Ya'ni o'zingiz video share qilinishingiz to'xtaydi. Xo'p, endi mana bu share screenni bosadigan bo'lsak, nimalar bizga ko'rinadi? Endi agar birinchi desktopni belgilaydigan bo'lsangiz, sizda mana bu yerda Telegram brauzeringiz bor. Hammasi birdaniga ko'rinadi. Ya'ni boshqa sahifaga o'tsangiz ham mana shu desktop birinchisini belgilaysiz. Hamma sahifalar xo'p, sizni kuzatayotgan meetingga, konferensiyaga qo'shilganligi ko'rinadi. Agar siz misol uchun faqat mana bu Google Chrome belgilaydigan bo'lsangiz, share qilib turib, faqat mana shu Google Chrome o'zi ko'rsatadi. Misol uchun mana shuni share qilaylik. Xo'p, ekranimiz mana ko'rinyapti. Foydalanuvchilar, ya'ni konferensiyaga qo'shilganlar faqat mana shu ekranni ko'radi. Agar siz mana bu asosiy sahifaga o'tadigan bo'lsangiz, bu sahifa ko'rinmaydi.
mana bu yerda your screen sharing is paused deb qo'ygan. Chunki biz faqat mana shu sahifani o'zigina share qilmoqchimiz, ya'ni ko'rsatmoqchimiz qolganligi. Endi mana bu yerda stop sharing qiladigan bo'lsangiz, yana meetingni o'z holiga qaytadi. Endi boshqatdan yana sharing screen qilamiz. Agar mana bu desktopni belgilaydigan bo'lsangiz, kompyuteringizdagi hamma sahifa ko'rinadi. Ko'rib turibsizlar? Qirg'og'ida yashil chegara bilan o'ralgan. Hammasi ko'rinadi. Xo'p, tushunarli. Endi yana nima qoldi? Misol uchun mana bu konferensiya qatnashuvchisini remove qilib yuborsak. Xo'p, bizda hozir o'zimiz qoldik, ya'ni o'zim qoldim. Boshqa hech kim yo'q konferensiyada. Endi mana bu yerdan videoni yoqib ko'rsataman. Hozir mana bu holatda video. Endi siz orqadagi harakatlarni yoki qayerda uyingizda bo'lsangiz, noqulay holatlar bo'lib qolishi mumkin. Shunaqangi holatlarda orqangizdagi backgroundni ham o'zgartirishingiz mumkin. Ya'ni orqadagi background bu orqa fonni o'zgartirishingiz mumkin. Buning uchun mana bu yerda tugma bor. Mana bu tugmani bosganingizda choose virtual background bor. Mana shuni tanlaysiz. Endi bu yerda istaganingizni tanlashingiz mumkin. Misol uchun mana bu. Mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, men ham videoga olyapman, ham zoom orqali bo'lgani uchun meni harakatlarim gapimga nisbatan biroz sekin bo'lyapti. Mana shuni yechib qo'yaman. Mana shundan bo'ldi. Menimcha hammasi normal ko'rsatyapti. Ya'ni sizlar orqangizdagi background ko'rinmaydi qolganligi. Xo'p, boshqasini ham tanlashingiz mumkin. Meni holatimga biroz xira ekan. Video bor. Demak, tushunarliga qanday qilib virtual background tanlashingiz. Bo'ldi, mana shu. Xo'p, yana ham professional darajada bu narsani amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, ya'ni backgroundni qo'ymoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda green screen deb turgan bo'lim bor. Ya'ni bu green screen siz o'zingizni orqa foningizga green screen qo'yasiz. Ana shu green screen ya'ni yashil birorta parda ana shu materialni orqangizga qo'yib qo'ysangiz, sizda hamma narsa 100% ko'rinadi. Chunki mana bu yerda naushniklarni yuqorisiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, qandaydir orqadagi fonda ko'rinmayapti to'liq. Mana shu narsalarni ham yo'qotib beradi agar orqangizga green material qo'yadigan bo'lsangiz. Demak, bu tushunarli. Mana ko'rib turibsizlar. Bu yerda yana qilishimiz mumkin bo'lgan narsadan bittasi biz tayyor mitingga qo'shilishimiz. Biz hozir miting yaratib, ana shu mitingga boshqa bir qatnashuvchilarni qo'shdik, chaqirdik. Endi biz tayyor mitingga qo'shilmoqchimiz. Buni qanday amalga oshiramiz? Buning uchun mana bu mitingni tugataylik birinchi. End meeting flow, ya'ni meeting polni tugadi. Endi mana bu yerda bizning mitingimiz bor. Hozir bundan birinchi sign out qilib chiqib ketaylik. Sign out. Back. Mana shu holatda bo'lsin. Endi men o'zim telefonimdan meeting yarataman birinchi. Meeting yaratyapman. Xo'p, meeting yaratdim. Endi meeting taklifini mana bu yerdan jo'natdim. Mana meeting keldi. Bu yangi meeting. Endi mana shu meetingga, ya'ni mana shu meetingni hozir o'zim telefonimda yaratdim. Taklifini mana shu yerdan jo'natdim. Endi siz meetingga qo'shilish uchun ro'yxatdan o'tishingiz yoki sign in qilishingiz shart emas. To'g'ridan-to'g'ri mana bu yerdagi kelgan taklifni ustiga bossangiz, siz avtomatik tarzda meetingga qo'shilasiz. Mana bu yerda avtomatik tarzda connecting bo'lyapti. Mana siz meetingga qo'shildingiz. Endi meetingga qo'shilganingizdan keyin, xo'p, mana bu yerda videoni
Hop, mana bu men telefonimda o'zim ko'ryapman. Hop, men ham o'chirib qo'yishim mumkin hamma ma'lumotlarni, ya'ni videoni ham, ovozimni ham. Mana shu oddiygina mitingga qo'shilish. Agar biror bir darsga qatnashayotgan bo'lsangiz, doim mana bu yerda mute qilib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Sababi siz mitingga qatnashyapsiz, lekin kompyuteringizdan qandaydir tovush borishi mumkin yoki yaqinlaringiz sizni to'satdan chaqirib qolishi mumkin. Mana shu narsalarni gruppaga, mitingga ta'sir bo'lmasligi uchun mana bu yerda mute degan tugmani bossangiz, ovozingizni faqat o'zingizgina o'chirib qo'yadi. Qachonki mana shuni bossangiz, keyin hop, qolgan bir audienslarga ham yetib boradi sizni ovozingiz. Endi bu yerda start video. Odatda videoni o'zingiz tanishlaringizgagina yoqishingiz mumkin yoki hop, umuman o'chirib qo'yishingiz ham mumkin mana shu holatda. Mana shu holatda darsga qatnashishingiz mumkin. Endi leave meeting qiladigan bo'lsangiz, mitingdan chiqish. Yana o'z holiga qaytdi. Hop, mana shu Zoom haqida qisqacha video edi. Agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentda yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta tushuntirib berishga harakat qilaman. Sizlar bilan Sardor bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.